Musofirchilikda yurgan hamyurtlarimiz bor. Tabiiyki boshqa bir yurtni mazhabi boshqa bo'lishi mumkin. Masalan, Imom Shofiy, Imom Hanbali yo Maliki mazhabida bo'lishi mumkin. Va u yerdagi namozlarda ham farq qilishi mumkin. O'sha chet davlatlarda o'qishga, ish bilan yurgan hamyurtlarimiz ana shu joydagi mazhabga ergashish kerakmi? Ana shu joydagi imomga iqtido qilish kerakmi yoki men Hanafiy mazhabiga e'tiqod qilaman yurtimda. Bu yerda ham Hanafiy mazhabiga ergashishim kerak. Men Abu Hanifa mazhabi bo'yicha namoz o'qiyman. Ana shu namozni o'sha yerda ham davom ettiraman deyish kerakmi? Albatta o'rgangani bitta yo'lda ketyapti. 1 yilga borar, yarim yilga borar. U yerda o'zgartirib olib turib, keyin qaytib kelib yana bunga o'taman desa, o'zi uchun qiyinchilik u. Undan tashqari u yerda yurganda ham to'laqonli ravishda o'sha mazhabga faqat namoz bo'ladigan bo'lsa, namozda iqtido qilgan bilan qolgan masalalarchi. U o'zi o'rgangan, bilganiga amal qiladi va boshqa mazhabda imomi turgan bo'lsa, unga iqtido qilishlikda hech qanaqa monelik yo'q. Ya'ni mazhablar bir-biriga imomiga iqtido qiladigan bo'lsa, amalini o'zgartirsin degan joyi yo'q. Shu bo'yicha amal qilaveradi. Unda hech qanaqa katta bir muammo chiqmaydi. Boradi, qanday namoz o'rgangan bo'lsa, shunday o'rgangancha o'qiyveradi, qaytib kelib yana shunday davom etadi. Yangi o'rganib boshqa qilib, keyin qaytib kelib bu yerga o'sha o'rgangani bo'yicha o'qisa yana bu yerda odamlar ichida har xil tashvishlar bo'lishligi bu o'zigagina nima bo'ladi, tashvish bo'ladi va o'zi noxushliklarga o'zi sabab bo'lgan bo'ladi. Demak, hamyurtlarimiz o'sha joyni demak imomiga iqtido qilish. Albatta imomga iqtido qilishlik durust bo'ladi, lekin o'zi qanday yurtida namoz o'qiyotgan bo'lsa, shunday o'qiyveradi. Bir-biriga zid yeri yo'q. Iqtido qilgan vaqtda o'sha shunday qilib o'qisin degan joyi yo'q.